Hammaga salom, sizlar bilan YouTube yangiliklari. Oxirgi videomizni ko'rgan bo'lsangiz, biz YouTuberlar MC Jenny va Serena bilan bo'lgan voqeaning qisqacha mazmunini tushuntirib o'tgan edik. Vaholanki kecha bizga barcha narsa isbot va dalillar bilan tashlab berildi va bu ishni yoritishga harakat qilamiz. Boshidan boshlaydigan bo'lsak, MC Jenny ushbu kanalni Serena ismli YouTuberga sotgan. Kanal narxi 750 ming so'm qilib belgilangan. Serena birinchi bo'lib MC Jennyga 650 ming so'm pul tashlab bergan. Kanalning asl narxi 750 ming so'm bo'lganligi uchun Serena reklama pulidan qolgan 100 ming pulni 50 mingini to'lagan. Va yana to'lash kerak bo'lgan summa 50 ming so'm bo'lgan. Qolgan summaning joyini to'ldirish uchun Serena va MC Jenny bir-ikki yil reklama pulini MC Jennyning hisobiga o'tishini kelishishgan. Ammo Serena qolgan pulni ham tashlab bermoqchi bo'lganda MC Jenny uni hamma joydan bloklab yo'q bo'lib qolgan. Shu yerda eslatma berib o'tib ketamiz. MC Jennyning hisobiga 700 ming bo'lishiga qaramasdan, MC Jenny Gmail akkauntdan chiqib ketmagan. Gmailning o'zida umumiy hisobda 4 ta akkaunt bo'lgan. Biri Serenaniki va Serenaning dugonasiniki, qolgan ikkitasi esa MC Jenny'niki. Serena Gmailning parolini unutib qo'ygani uchun dugonasiga oddiy parol aytib, shu parolni qo'yishini aytgan. Oradan 15 daqiqa o'tgandan so'ng pochtadan Gmailning paroli o'zgargan deb xabar kelgan va Serena ham, uning dugonasi ham akkauntga kira olishmagan. Ular parolni MC Jenny o'zgartirgan deb o'ylashgan va post qo'yishgan, lekin MC Jenny ham akkauntga kira olmayotganini aytib, mana bu post qo'ygan. Serenaning dugonasi qo'ygan postga esa MC Jenny'ning dugonasi to'lovni qilmagandan keyin kanal o'chadi-da deb kommentariy qoldirgan va shunday qilib ular o'zlarini o'zlari bildirib qo'ygan. Serenaning dugonasi avval MC Jenny bilan gaplashgan, lekin MC Jenny ham tan olmayman, ham akkauntga kira olmayapman degan gapga Serenaning dugonasi ishongan. Undan keyin Serena va uning dugonasi kanalni hacker o'chirib parolni o'zgartirgan deb MC Jenny'ga ishonishgan. Shundan keyin 21-iyul kuni bir odam Serenaga kanalingizni kim o'chirganini bilmoqchimisiz deb mana bu перепискani tashlab bergan. Lekin перепискada ko'rib turibsizki, buni kim yozganligi ko'rinmagan, ya'ni MC Jenny yozgani bilinmagan. Serena bu narsalarni MC Jenny'ga tashlab bergan, lekin MC Jenny hali ham tan olmagan. Qani meni nikim bu yerda yo'q-ku, kim cho'ntagiga solmabdimikan deb mana bu narsalarni yozgan. Shundan keyin Serena MC Jenny'ning niki bor перепискasini topgan va MC Jenny'ga mana tan oling qilgan ishingizni, siz o'chirib tashlagan ekansiz-ku degan. MC Jenny o'shandan keyin ham tan olmagan, lekin Serena MC Jenny'ning onasiga telefon qilgan. Shundan keyin MC Jenny Serenaga yozgan, "Da, men o'chirgandim kanalda, jahlim chiqib turibdi. Sizlar parolni mendan beso'roq o'zgartirdinglar" degan. Boshida aytib o'tganimizdek, Serena 650 ming pul tashlab bergan va 50 ming reklama pulidan qo'shilib 50 ming so'm yana to'lanish kerak bo'lgan summa qolgan. Lekin yaxshilab hisoblab ko'rganda reklamaning puli 70 ming bo'lgan va to'lanish kerak bo'lgan summa 30 ming so'm bo'lgan. Bu yerda yana bitta muammo bor. MC Jenny pulni to'lab bo'lib to'lab beraman yoki yana bitta kanal ochib yuritib beraman degan. Lekin shundan keyin ham Serenani ham, Serena dugonasini ham blok qilib qo'ygan. Shundan keyin Serena 102 ga murojaat qilgan va ariza yozib qoldirgan. Serena shu yerda ham agar MC Jenny yozsa, men bilan yana yozsa, pulni tashlab bersa, men qaytarib olaman arizamni deyapti. Lekin to'g'risini aytadigan bo'lsak, o'smir qiz uchun 700 ming pul kam pul emas. O'sha 50 ming yoki 30 ming pulni keyinroq ham tashlab berish mumkin edi. Serena o'sha qolgan pulni tashlab beraman ham deb aytgan. Hammaga rahmat. Bugungi yangiliklar shulardan iborat edi. Sizlar bilan Ismanigin bo'ldi.